Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga mana shunaqangi lavash xamirdan 5 minutda tayyor bo'ladigan pirojka retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Buning uchun bizga gashnich, ukrop, ko'k piyoz, 2 dona oq piyoz kerak bo'ladi. Masalliqlarimizni yuvib tozalab olgandim. Endi dumini olib tashlab, pichoq yordamida mayda qilib to'g'rab olamiz. Hammasini birin-ketin. Juda ham tez va oson tayyor bo'ladi va mazali retsept. Hamma masalliqlarimizni mayda to'g'rab olamiz. Oq piyozni ham xuddi oshga to'ragandek, ularni ham mayda qilib to'g'rab, ozgina yog' solib qovurib olamiz qizargunga qadar. Qovurib olganimizdan so'ng ko'katimiz ustiga solamiz. Solib oldik. Endi tabga qarab tuz, murch, paprikalardan solamiz. Uyda qanaqa ziravorlar bo'lsa, xohishga qarab solaverasiz. Bir choy qoshiqdan soldim. Ko'p emas, ozroqdan foydalandim. Endi yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Piyozlari yaxshilab aralashib ketgunga qadar. Aralashtirib olganimizdan so'ng bir chetkaga olib qo'yamiz. Endi bitta lavash xamirini ikkiga bo'lib oldim. O'rtasidan teng qilib ikkiga bo'lib oldim. Masalliqlarimizni sovib olamiz. Yetarlicha qilib sovganimizdan so'ng xuddi ko'rsatilgandek qilib tugib olamiz, ya'ni o'rab olamiz. Lavash xamiri juda ham yumshoq bo'lganligi uchun tez pishadi. Pishmay qoladi deyishligingiz mumkin. Yo'q, albatta pishadi. Xuddi shunday qilib ko'rsatilgandek qilib o'rab olamiz va yog'imizni qizdirilgan yog'imizga solib qizargunga qadar pishirib olamiz. Endi qizarib olgandan so'ng bu tomonini ag'darib, bu tomonini ham qizartirib pishirib olamiz. O'rta olovda pishiramiz. Past ham, baland ham bo'lmasligi kerak. Va qolganlarini ham xuddi shunday qilib qizargunga qadar pishirishni davom etamiz. Albatta shoshib turganda yo eringanda albatta tez tayyor bo'ladigan pirojka tayyor bo'ldi. Sizlar ham albatta farzandlaringizga tayyorlab bering. Albatta ko'kat yemaydigan farzandlaringiz ham buni albatta ishtaha bilan yeb qo'yishadi. Agar retseptimiz yoqqan bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va bir dona like tugmachasini bosib ketishni ham unutmang. Sizlardan like va kommentariy kutaman azizlar. O'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi videolargacha ko'rishguncha.